Assalomu alaykum. Karavat narxlarini tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganlaring Xonso'ri deyiladi. Bundan tashqari qadrdonlar razmeri 270 ga 3 metrli 14 kishini o'z bag'riga oladi. Oyoqlari yong'oqdan, pollari shifon, lagalari har 50 sm ga tashlangan, fakturasiga bitta baho berib berasizlar. Juda ham chiroyli so'ri bo'lgan. Qadrdonlar trenddagi so'rilardan bittasi. Narxini 5,5 million so'mga qilib beramiz. Arzolari yo'qmi deganlar uchun arzolari ham bor. Mana bunisi 2,5 ga 3 razmerligi. Bunga ham 12 kishi bemalol sig'oradi. 100% hamma joyi sasnadan bo'lgan. Pollari shipon, yelimlash qilingan. Buni narxini sotib yubordik. Buni dastavkasi bilan 4 million so'mga Vodiyda shahar markaziga bepul. Bunisi 230 ga 280 12 ta odam bemalol sig'adi. Buni narxini 3 million 300 ming so'mga qilib berdik. Qadrdonlar, bu ham 100% sasna, razmeri bir xil bunisida. Bundan tashqari bunisi bor, quyosh fason deyiladi. Buni ochiqroq ham, to'qroq ham qilib beramiz. Rangini, oyoqlari yong'oqdan bo'lgan 4,5 million so'mga qilib berdik. Ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Vodiyda shahar markazlariga dastavka bepul, o'zlaringga yoqqanini skrinshot qilib Telegramdan tashlasalar yetkazib beramiz.